Buyuk falokatdan beri bir necha yil o'tdi. Ko'p narsalar boy berildi, lekin odamlar yana oyoqqa turishni o'rgandi. Ko'chalar yana jonlandi. Hamma yangi dunyoga moslashdi. Lekin yorug'lik bor joyda doim zulmat ham bo'ladi. Yana to'plangan odamlarning salbiy his-tuyg'ulari iblislar uchun yemishga aylandi. Biroz vaqtdan so'ng bir yigit telefonidagi soatga qarab, "Oxirgi azo kechikmoqda", dedi. Belgilangan vaqtdan hali 1 daqiqa bor edi. Yana biroz kutishlari kerak. Guruh yetakchisi, tank rolidagi Nam Chi O Min shunday dedi. Uning ko'zi o'zi tomon kelayotgan Romeoga tushdi. Romeo yana o'sha g'alati ohangda: "Hamma to'planib bo'libdi shekilli", dedi. Chi O Min jilmayib qo'l uzatdi. "Qaranglar, oxirgi azomiz ham yetib keldi. Roza vaqtida keldi-ya." Ismini aytib Sardor ekanligini tushuntirdi. "Tanishganimizdan xursandman." "Xo'yol ham. Men ham tanishganimdan xursandman", deb qo'ydi. Ko'zi yon atrofdagi yoriqqa tushdi. Demak, o'yinchilar buni shunaqa ko'risharkanda. Oddiy odamlar yoriqlar bilan aloqa qila olmaydi. Agar u uyg'onmaganida, u ham boshqalar kabi hech narsani ko'rmasdi. Ko'z oldida tizim oynasi paydo bo'ldi. Bu xabar Knolllarning ombori haqida edi. Mos keladigan darajalar 35 dan 40 gacha edi. Vayronagarchilik darajasi esa 19,8% edi. Xo'yol bunga qarab: 35 va 40 darajalilar uchun ekan. Mening 55 darajamga ayni muddao, deb o'yladi. Ma'lumotlarni qidirib ko'rib, yoriqqa hujum qiluvchilarning o'rtacha darajasi 200 ekanini bildi. U hali bu cho'qqilarga chiqishiga ancha bor edi va Roza ter to'kishi kerak edi. Hamma ham birdaniga yuqori darajali o'yinchi bo'lib uyg'onmagani uning omadi bo'ldi. Shuning uchun o'ziga mos jamoa topoldi. Guruh sehrgari So Jonyon qo'noq tabassum bilan: "Sizlar bilan ishlashdan xursandman", dedi. Jangchi Chve Janghun ham mamnunligini bildirdi. Himoyachi Han Son Uk esa indamaygina yonlarida turardi. Chiyo Min xotirjamlik bilan: "Vayronagarchilik darajasiga qaraganda boshqa guruh allaqachon ichkariga kirib ketibdi. Bizning ham vaqtimiz bo'ldi. Hozir biroz tayyorgarlik ko'rib olamiz. 5 daqiqadan keyin yo'lga tushamiz", dedi. Xo'yol tizim oynasidagi vayronagarchilik haqidagi ma'lumotlarga jiddiy ekanini tushundi. Agar vayronagarchilik 100% ga yetsa, maxluqlar yoriqdan haqiqiy dunyoga chiqib keladi. O'yinchilar esa ularni to'xtatishga majbur bo'lib qoladi. Bu xuddi vaqtli bombadek gap. Uni faqat o'yinchilar to'xtata oladi. Chiomin hammaning diqqatini tortish uchun qarsak chaldi. "Xo'sh, ketishga tayyormisizlar?" dedi. Hamma rozi bo'ldi. Xo'yol ularning ahil ekanini ko'rib, ko'ngli xotirjam bo'ldi. U ham nimadir demoqchi bo'ldi, ammo aytmadi. 3 ta opasi bor oilada har kungi janglarda pishgan yigit edi u. Kimnidir ruhlantirish u uchun xamir uchidan patir edi. Raneo yana o'sha ovozda: "Men bor joyda xavotirga o'rin yo'q", dedi. Buni aytib bo'lib, Xo'yol o'zidan rosa uyalib ketdi. Nimalar deyapman o'zi? Lekin hech kim uning gapiga e'tibor bermadi. Sardor so'radi: "Knollar qanaqa maxluqligini hamma biladi-ya?" Hamma albatta deb javob berdi. Avval ham ular bilan jang qilganmiz. Agar ehtiyot bo'lsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'yol hech narsa demaslikka qaror qildi. Tizim e'lon qildi. Knollarning yer osti ombori, oziq-ovqat omboriga kirdingiz. Sojom biroz xavotir bilan: "Nega bu yerda birorta ham maxluq ko'rinmayapti?" dedi. Chiomin: "Bizdan oldin boshqa guruh kirgan-ku", dedi. U tabassum ila: "Hammasi joyida. Xavotir olmanglar. Boshqa yo'ldan yursak bizga ham ulush tegadi", dedi. O'yinchilar unga ishonib orqasidan ergashishdi. Maqsad bir nechta knolni yer tishlatish. Xo'yol nimadir noto'g'ri ekanini sezdi. Pastki qavatga tushganida Chiomin: 70 metr narida knollarni ko'ryapman. Jangga tayyorlaninglar", deb aytdi. Hammasi tayyor bo'lishdi. U kulib oldinga yugurdi. "Qani hujum!" Janghun ham kulib uning orqasidan chopdi. "Xo'y, meni ham kutib tur." Xo'yol xotirjamlik bilan vaziyatni tahlil qildi. Bitta to'liq himoyachi, ya'ni tank, 2 ta jangchi va bitta sehrgar. Tarkib yomon emas, lekin bular guruhni himoya qilish o'rniga maxluqlarni jalb qilyaptimi? Tank faqat himoya qilishi, asosiy zarbani esa sehrgar berishi kerak edi. Hozirgi zamonda hamma shunaqa o'qiladimi? O'zi hozircha baribir foydasiz edi. Demak, bu uning ishi emas. Janghun: "Kuch beruvchi baf tushishiga oz qoldi", dedi. U jilmayib: "Sal sekinroq bo'linglar, yangilar yetib ololmayapti", dedi.
Xoyol sumkani ochib, eng katta muammosi tuzukroq quroli yo'qligi ekanini o'yladi. Foydaliroq narsa topmaguncha jangga aralashmaganim ma'qul. Shu payt chekkada turgan maxluqlar uni nishonga olishni boshlashdi. Xoyol o'girilib qaradi-yu, zulmat ichida Knogllarning ulkan armiyasi turganini ko'rdi. Maxluqlar guruhga yopirilib kela boshladi. Xoyol baland ovozga chiqmasdan, ustun orqasida pistirma bor, deb ogohlantirdi. Hamma birdan o'sha tomonga o'girildi. So'nuq dahshat ichida, bular juda ko'p, hammangni himoya qila olmayman, dedi. Qilichi bilan hujumni qaytarayotgan Jang Xunning yuziga kutilmaganda o'q tegdi. U uzoqlashib ketayotgan Chiyominni chaqirib, "Yordam bering, nima qilyapsiz o'zi?" deb baqirdi. "Kimdir, ehtiyot bo'l", deb ogohlantirdi. Jang Xun o'girildi va unga hamla qilayotgan maxluqning qurolini ko'rdi. Shu soniyada qayerdandir o'q uchib kelib maxluqqa sanchildi. Jang Xun qo'rquvdan bir zum qotib qoldi. Uning yonida esa Xoyol qo'lida kamon bilan sokin turardi. U aslzodalarga xos sovuqqonlik bilan, "Bu yovvoyi itlarni yaxshilab tarbiyalash kerak", dedi. "Odatda bunaqa past ishlar bilan shug'ullanmayman", deya davom etdi. "Lekin ba'zida jazolab qo'yish ham zarur bo'ladi." Jang Xun minnatdorlik bilan, "Meni qutqarganingiz uchun rahmat", dedi va hayron bo'lib so'radi. "Nega muncha g'alati gaplayapsiz o'zi?" Xoyol ichida, "O'zim ham shunaqa gapirishni xohlayman deb o'ylaysanmi?" deb o'yladi. Ba'zilar maxluqlarga qarshi jangni davom ettirayotgan edi. Xoyol ovozini oshirmay, "Ikkitasini o'tkazib yubording. Orqa qatordagilar, joyingdan qimirlanglar", dedi. Soyon maxluqlar to'dasiga qarab, "Nima qilishni bilmayapman", dedi. Xoyol xotirjamlik bilan kamonini nishonga oldi. "Xotirjam bo'l. Ichkariga yorib o'tganlarni o'zim hal qilaman", dedi u. "Sen esa vaqting ko'proq ketsa ham, eng kuchli afsuningni tayyorla." Qiz sekin bosh irg'ab rozi bo'ldi. Xoyol o'q uzib, ularga tomon yugurayotgan maxluqni yer tishlatdi. Jang Xun sabrsizlik bilan, "Yana qancha kutishimiz kerak?" deb so'radi. Soyon ishonch bilan, "Tayyor", deb javob berdi. U olovli o'q mahoratini ishga tushirdi. "Hamma narsa tayyor, qochinglar", deb ogohlantirdi. Shu zahoti u ketma-ket olov sharlarini chiqarib, maxluqlar tomon yo'naltirdi. Bu hujum tufayli sehrli energiyaning portlashi yuz berdi. Jang Xun yuzini qo'li bilan to'sib, "Ish berdimi?" deb so'radi. Soyon holdan to'ygan edi va "Tuzukmisan?" deb so'radi. Xoyol esa aslzodalarga xos sovuqqonlik bilan, "Men yaxshiman. Sen boshqalardan xabar ol", dedi va maxluqlarning yonayotgan jasadlari tomon qarab turardi. Tizim xabar berdi. Qimmatbaho kumush o'q olindi. Xoyol. U o'ylab qoldi. O'qlarni qayta yig'ib olsa bo'larmikan deb. Soyon unga shishani uzatib, "Boshqa maxluqlar paydo bo'lmasidan oldin shifobaxsh dori ichib oling", dedi. So'ng u yerga o'tirib dorini oldi va rahmat aytdi. Jang Xun esa yonlarida indamay turgan Chiyominga g'azab bilan qaradi. Unga yaqinlashib baland ovozda, "Siz butunlay aqldan ozganmisiz? Nimalar qilyapsiz o'zi? Mayli berkingan maxluqlarni ko'rmay qolgandiriz, lekin nega bizga yordam bermadingiz?" deb baqirdi. "Siz bizni shunchaki tuzoqqa yetaklab keldingiz. O'zi siz tankmisiz yoki nima?" Chiyomin qah-qah urib kula boshladi. Jang Xunning jahli chiqib ketdi. "Nima kulgili bu yerda?" dedi. Shu payt birdan xona qorong'ulashib qoldi. "Olov qayerga ketdi?" Chiyomin kulishdan to'xtadi. "Buning nimasi kulgili ekanini so'rayapsanmi? Bir to'da ahmoqlarning ustidan kulmasdan bo'ladimi?" dedi. Tizim xabar berdi. Tabiiy dushman mahorati ishga tushdi. Iblislarga qarshi jangovar quvvat oshadi. "Xoyol, demak sen aslida iblis ekansan-da", dedi. Chiyomin yovuzlarcha kulib, "Nihoyat tushunibsan-da ahmoq",